Assalomu alaykum qarindoshlar. Ta'limlar kanaliga xush keldinglar. Ta'limlar kanalini qo'llab kelayotgan qarindoshlarga yana bir qatim rahmat aytaman. Bugun ilmiy maqol tunishtirmayman. Balki ish qilish xush yoqmaganda qanday qilib qiziqligimizni oshira olamiz degan tema to'g'risidagi ilmiy ko'z qarashlar bilan tunishib o'tamiz. Kundalik turmushimizda qilmasak bo'lmaydigan nurg'unlagan ishlarimiz bor. Qilmasak bo'lmaydiganini bilamiz-yu, qo'limiz barmaydigan chog'larimizmi nurg'un. Meningcha bu xil hissiyat har birimizda ko'rilib boqqan. Masalan, uy ishlarini qilib olmasam bo'lmaydi, chiniqmasam bo'lmaydi, doklad yozmasam bo'lmaydi, qo'lim barmayotidi. Imtihonga tayyorlik qilmasam bo'lmaydi, lekin o'rganish qilg'im kelmadi deganga o'xshash. Buni sanab kelsak, balkim oson tugamaydi. Shu ishni qo'limizga olguncha o'ylab-o'ylabla bir muncha vaqtimiz ketgan bo'lishi mumkin. Ammo qanday qilganda shu ishga kirishgan vaqtni qisqartib bo'ladi. Bizni qo'zg'atilgan halqinada. Bizning biror ishga kirishimizda harakat qiziqlik prinsipi cho'ng rol o'ynaydi ekan. Harakat qiziqligi degan bu hukm germaniyalik doktor Emil Kraepelin tarafidan tep chiqilgan ekan. Bu hukmni oddiylashtirganda harakatga o'tganda qiziqlik paydo bo'ldi degan ma'noda ekan. Bu yerda bir ishga tushuncha berib o'tay. Bundan keyingi videolarimda agar tibbiy atalg'ular bo'lsa, asl ism bo'yicha ilishni loyiq ko'rdim. Bu atalg'ularni videoning tushuntirish qismiga yozib qo'yman. Texmi yaxshiroq tushunmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz izlab ko'rsangiz bo'ldi. Mengimizda xo'shallik, mukofot va harakatlantiruvchi kuchga munosabatli bo'lgan nucleus accumbens deb atalgan bir qism bor ekan. Bu qism g'idiqlanganda bizda qiziqlik paydo bo'ldi ekan. U odatda badanning harakat orqali g'idiqlanadi ekan. Harakat qilish orqali mengimizning bu qismini g'idiqlaganda bizga xo'shallik va harakatlantiruvchi kuch paydo qilgan dopamin hosil bo'ldi ekan. Dopaminni to'liq anglagan bo'lishingiz mumkin. U odatda xo'shallik hormoni yoki orzu hormoni deb ataladi. Dopaminning hosil bo'lishi bizni asta-asta shu ishga qiziqtirishda turtkilik rol o'ynaydi ekan. Mana bu holatni harakat qiziqlik prinsipi deb ataydi ekan. Biz odatda bir ishni qilg'imiz kelgandan keyin ondan ishni boshlaymiz. Aslida men ilmidan qaraganda boshlagandan keyin qilg'imiz keladigan hodisa bor ekan. Ya'ni ishni qilg'imiz kelgandan keyin boshlash emas, balki harakat kelgandan keyin qilg'iz kelish deganlik ekan. Albatta, siz doim jo'shqin, ko'tarangi bo'lib, qilishga tegishli ishlarni ishtikla boshlay oladigan bo'lsangiz, buning oldiga o'tadigan yaxshi ish yo'q. Ammo unda qilib bo'lolmagan vaqtlarimizda bu prinsipni qo'llanib sinab baqsaq bo'ldi. Buning uchun xo'sh yoqmadi deb o'tirmay, oldi bilan 5-10 minut harakatga kelishdan boshlab baqaylik. Bu ishda muvaffaqiyat qozonishning usuli oson ishdan boshlab tutish qilish ekan. Albatta, tez ishdan boshlasangiz balkim bir oz qilib beqib to'xtab qolishingiz mumkin. Mumkin bo'lsa bosqichlarga bo'lib, oson bosqichdan boshlagan yaxshi deb o'ylayman. Bu prinsipni o'rganishga ishlatalaymiz. İmtihonga tayyorlik qilishni misolga olsak, oldi bilan ustalik kelib dastlabki 15 minut vaqtda osonroq qismidan boshlab takror qilsangiz, bara-bara o'rganish qilgingiz kelishi mumkin. Bu prinsipdan foydalansak, boshqa ishlarda ham yaxshi natija ko'rishimiz mumkin. Bu to'g'riliq izlanib o'tib, o'zimning beshini o'tgan bir ish esim kelib qoldi. Mening Yaponiyadagi o'qishim boshlanib uzoq o'tmagan vaqtlar edi. Kasbim tabibim bo'lg'achqa tajribani ko'p ishlaydim. Tunji tajribani boshlashdan burun shundoq ko'p g'amlar bo'lgan edi. Hamma tushunchalarni aniqlab olib, ondan boshlayman deb o'ylagandim. Shunga shu tajribani boshlashdan burun yetakchi o'qituvchimdan shundoq ko'p savollarni so'rab, andishlarimni o'tirib qo'ydim. U kishi siz hamma ishni bitirib bilib, ondan qilaman deb o'ylamay, oldi bilan qilib beqing. Qilish jarayonida siz o'ylamagan masala kelib chiqadi. Shunga tajriba ishlagash boshlasangiz bo'ldi degandi. Darvaqa tajriba boshlagandan keyin bu so'zlarning to'g'ri aytilganligini his qildim. Gerçi bu misal dal o'ziga tushib ketmasmi, ma'lumning degini bakchi ham qilib ketmay,
başlap beqing demoqchikan. O'qituvchimning aytgandek, ortiqcha g'am qilib ketmay başlap baqanda, ondan o'zimiz o'ylagandek avashliq bo'lib ketishi mo'natayin ekan. Xuloslab aytganda, ish qilish xo'shaqmaganda, bek g'am qilib ketmay 10-15 minut harakatga kelishdan başlap beqing. Shundaqda shu ish qarta qiziqlik paydo bo'lib, tabiiyla davomlashtira olishingiz mumkin. Bugun mushinchlik bo'lsin, yoqtirgan bo'lsangiz ham barlab qo'yarsiz. Rahmat. Aman bo'linglar.